Do'stlar, hammaga assalomu alaykum. Bugun 8-dekabr 2025-yil. Do'stlar, mana yomg'irga ham qaramayapman, qorga ham qaramayapman. Mana ishda 90-yillar kelgan do'stlarimiz. Shu yomg'ir bo'lsa ham biz urib beramiz deyishgan mana chala joylarini. Mana shu imoratni ko'rsatgani keldim do'stlar. Sizlarga yana bitta narsani aytib o'taman yangiliklarda. Mana bu yerda mana 90-yillar ko'ryapsizlarmi? Mana ishlashyapti, 3-4 kishi kelishgan. Mana Farhodjon. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Hamma yaxshimi? Tinchmisizlar? Durustmisiz aka? Farhodjon shu yangilikda mana bu homiylik qilgan barcha yori do'stlarni biz aytib o'tamiz, xudo xohlasa. Do'stlar, Rossiya Respublikasida ish olib boradigan Qosimjon Mahkamboyevga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Mana cheklarni tashlab qo'yamiz. Mahkamboyev Ibrohim akani farzandlari Qosimjon nomidan 50 ming rubl mana shu fondga, mana shu Zarzamin binosiga ataldi. Bularni agarda bularning ish faoliyati agarda mana shu Rossiyada bo'lsa, mana shu qishlog'imiz, Ispisor, qo'shni, mana shu qo'shni qishloqlardan murojaat qilamiz. Taksi parklari bor, Yandex. Mana shu nomerlarni qoldirib o'taman. Murojaat qilsalaring, mashin kerak emas, shu taksi masalasida любой ishlaringni hal qilib o'zlariga taksi parklariga ishga oladilar. Mana shu rahmat barcha mana shu taksida ishlaydigan qishlog'imiz, qo'shni qishloqlardan barcha yori do'stlardan mana shu nomerlarni qoldirib o'taman. Murojaat qilsalaring osonroq hamma ishlaringni hal qilib beradilar. Undan keyin mana 79-yil akalarimiz bir ton sement sinfdoshlar bilan Sanginov Kamoliddin ma'lum boshchiligidagi sinfdoshlari bir ton sementga pul berishgan. Undan keyin mana Jo'rayev Halimjon aka o'zimiz faollatdi ichida. Halimjon aka 5 ton sement men nomidan deganlar. Mana bu lentani quyilishi ketadi. Lentani quyilishi ketadi. Mana yomg'irga qaramasdan ish bo'lyapti. Bu endi shunchaki zal emas bu. Hurmatli qishloqlar, bu shunchaki zal emas, bu Zarzamin xalqini birdamligini ramzi. Nazarimda ham shunday. Chunki shunday desak bo'ladi. Zarzamin xalqi mana hashar bilan qilyapmiz. O'zi bitta uyimizga bitta ayvoncha yoki bir oshxonacha qurish qiyin ish-u. Mana shunday bir qiyin vazifani mana bir kun u ustalar, bir kun bu ustalar, bir kun u sinf, bir kun Chambildi bolalari, bir kun masalan past mahallani bolalari hammamiz birgalikda qilyapmiz. Mana shu birdamligimizning ramzi va oqibatimizga, qishlog'imizga ko'z tegmas. Ha endi baribir qiyinchilik sholi bekurmak bo'lmaydi. Bor baribir unday odamlar ham. Hay, shu biz bilan bo'lgan odamlarga rahmat deymiz. Mana xudo xolasa bugun metal konstruksiya ham bityapti. Mana birgalikda Shohrat aka bilan boramiz. Ustiga 11 dona ferma bo'lyapti. Shu fermani ham xudo xolasa sizlarga ko'rsatib o'tamiz. U fermaga materialni olganmiz, lekin biz yana sizlardan yordam so'raymiz. Har bir fermani hozir men ko'rsatib o'taman. Fermani har bir nimasi u qarib 1000 somondan bo'lyapti. 11 ming somonga usti haqqini o'zi. 10 ming 11 ming somon usti haqqini o'zi. Do'stlar, keyin mana bu mana shu yerda armaturlar 5,5 ming qarib 6 ming somonga Kenjaboyev Farhod aka nomidan, Kenjaboyev Farhod aka nomidan mana shu 5,5 ming somonga bizga armatur olib bergan. O'zlarining shotidan. Alloh rozi bo'lsin, mana shu homiylik qilgan barcha yori do'stlarga. Ham o'zlari shu odam prorablik ham qilib turibdi. Mana shu yerda prorab Farhod aka men videolarimda ko'rsatgan bo'lsang, uzoq joydan yo'lkira qilib kelib, yo'lkira qilib ketib, mana shu odam mana shunday bir izdaniga yana boshqa ham bo'lib qurilish borasidagi defektlar bo'lsa tuzatib ketyaptilar shu odamga. Alohida minnatdorchilik bildiramiz. Mana shu Zarzamin ahli nomidan Farhod aka, ko'rib turgan bo'lsangiz, boshingiz og'rimasin aka, dunyo turguncha turing. Shunaqa yaxshi ishlarda hamma vaqt bardavom bo'ling aka. Rahmat sizga. Mana yerda mana 90-yillar Abdurauf, Feruzjon, mana Abjabbor hammalari mana yomg'ir demay kelibsizlar. Ballar rahmat amallaringga mana. Mana shu qator chala joylari bor, mana chala joylarini urib beramiz. Mana shu nima deydi, sesma serdishkaga tayyorlab beramiz deyishgan, rahmat hammalariga. Abjabbor, Rossiyadan kelibsan-da jigarim? Yo'q, gap yo'q. Shunga hozir samim qo'shilsin deb shu qo'ldan kelguncha kelib, shu hisobini turganlar ham hammasi salomat bo'lsin. She'rmi, qo'shiqlardan ham qo'yib yuborsang ham bo'laveradi. Hammalaringga ishlaringga omad, so'ntalaringga daromad. Mana qo'llaringdan kelsa ozgina bo'lsa hissalaringni qo'shib qo'yinglar do'stlar. Kam bo'lmaymi, o'zimizning farzandlar o'ynaydi shu yerda. O'zimizning qishlog'imiz uchun. Samizni qo'shib qo'yapmiz. She'rmi, qo'shiqdan qo'yib yuboraver jigarim. Biz sani balichchilik ham bor bu yerda. Yo'q, gap yo'q.
Menga olamlar tinch bo'lib, do'stlar salomat bo'lsa bas. Gap yo'q, gap. Yo'q, yo'q, sog' bo'linglar. Abdujabbor bo'playdi babi buni. Xudo xolasa mana hammasi yaxshi, xudo xolasa Abdujabbor ketyapti. sidqidildan aytamiz, mana haqiqatdan bir chin ko'ngildan kelibsizlar. Rahmat mana. Biz mana Zarzamin ahli nomidan minnatdormiz. Duoda biz. Rahmat, sog' Boshlang bo'linglar. og'rimasin. Sizlar ham salomat Hamma bo'linglar. mana shu kommentariyada mana shu ko'pchilik duo qilib turadi. Mana shu yerda ishlaganlarni, hissa qo'shganlarni. Ha, hammalari ham salomat bo'lsin. Mana shu sinfdoshlar nomidan ham, menimcha 90-yillar nomidan. 90-yil sinfdoshlar. Kelmaganlar nomidan ham. Ha, kelmaganlar nomidan qo'limizdan kelgancha mana ishlaymiz. Endi toqatli imkon ishlaymiz. Rahmat, Shunday. rahmat. Ballar rahmat, boshlang og'rimasin. Mana do'stlar, shu bilan mana shunaqa gaplar mana ko'rib turibsizlar. Mana imorat ko'rib turibsizlar, o'zi 16 qator bo'lgan bu. 16 qatordan keyin mana aylanmasiga sesma serdichkalar qo'yiladi. Undan keyin yana mana shu qo'yganga chiqib borish kerak devorli. Do'stlar, yomg'ir, lekin biz barcha yori do'stlarni, barcha mana usta akalarni hammalarni taklif qilamiz. Yana ko'p aytib o'taman. Mana shu karta raqamni qo'yib o'tamiz. Do'stlar, karta raqam bu fondniki. Fond karta raqam 033 39 29 Islomjon chiqadi. Mana shunga o'z hissalaringizni qo'shib qo'yinglar do'stlar. Boshlang og'rimasin. O'zlaringizni ehtiyot qilinglar. Musofirdagi do'stlar, Zarzamindagi barcha qo'shni qishloqlardan bizni kuzatib turishibdi. O'zbekistondan kuzatib turishibdi. Mana shu akalarimiz mana Abdusalom akamiz hammalari kommentariy yozib bizga aytib bu deyishadi. Boshlari og'rimasin. O'zlaringizni ehtiyot qilinglar. Do'stlar, mana bu narsaga keldik mana. Mana Bobur aka yasayotdilar. Bitta Olimboy tog'a ham bugun yordam beraman deb kelganlar mana. Mana bu bor material bu narsadan. Mana shu narsadan aka 11 dona bo'ladimi? Mana material. Bo'ladi, yana qolishi mumkin. Hay, endi yetadi, farqi. Qoladi. Ha. Endi qo'shni Aka, mana bu narsa do'stlar, mana sizlarga ko'rsatib o'tamiz. Mana bu narsa bu ulanmaydi. Bu narsa bu devor, nima deydi? Devor deylik. Aslini mana bu narsa mana. Ko'rib turibsizlarmi? Mana bu narsa zalda ustiga qo'yiladigan ferma mana shu narsa. Aka, buni aytib o'ting, mana itlariga qanday nima bo'ladi, qaytlariga? Mana bitlar mana bunday usilini bo'ladi, usilini. Mana bu yerlar kasenka planka bo'ladi. Mana bu yerga har 1 metrga planka qo'yiladi. Aha. Qarochi mana bu ikkita palasi ham рабочий состояние bo'ladi. Buni tushungan odam tushunadi. Qarochi hamma yoq usulini bo'ladi. Har bitta firma 10 ton ko'taradi. Mashinada sprinter dokil ilib qo'yadi. Mana ko'rasizlar. Xudo xohlasa. 11 ta bo'lsa necha ton bo'ladi? Bitta yana. Borana 110 ton o'qmoq bo'lsa ham Raptor olsa 10 tonga javob beradi. Bari kasinka buni olib bitgani yo'q. Yomg'ir yog'di. Prosta shablon ha bu aka. Do'stlar, mana shu mana bu devor mana. Mana bu devor 40 sm devorga minadi, 40 sm parcha qiladi. 15 sm yo'lib bilan shunaqani haqda. Mana bu yerda через kasinka serdichkaga kripleni bo'ladi, tagiga planka 50 ga 50. Glubina 1 metr. Aha. 1 metr serdichkaga kiradi vertikalni. Bunaqa bo'ladi, upor bo'ladi chetiga. Bobur aka, boshingiz og'rimasin aka. Mana shu Zarzamin xalqi sizni duo qilib turibdi aka. Allohga shukr, mana shu balla oilasida rizqini kesib shunga pul yig'yaptimi? Mashallah, tamom. Bo'ldi, rahmat aka. Yasha keldingizni. Mana bu tog'onga katta rahmat. O'nimdan Mana ko'tarib turibman, mana ko'ringlar. Mana bu xudo xolasa. Olimboy tog'a mana shu qayerda bo'lsa, ha? Bu material shivilli desam ko'p odam qo'rqib ketdi. Bu shivilli dil lyoqki konstruksiyasi. O'zim bunga agar golnikdan qilib avvallar rasa men boshimda urdi. Golnik qo'ysa двойной расход, двойной вес paydo bo'ladi. Kim bunaqa baquvvat bo'lmasa ham kerak. Bunaqa usulini mana bu narsani mana ular mana bunday qilganman. To'g'ri. Aha. To'g'ri qilsa рабочий состояние bo'lmaydi. Mana bunday kasor qo'ysa bu ham рабочий состояние bo'ladi. Upor bo'ladi. O, aka mana. Pastga bosilgan sari zajim bo'lib siqilaveradi. Do'stlar, mana shunaqa qilib yurgan insonlar mana o'zi analiz qilib oldi. Men bu narsani o'ylab tavakkaldan bo'lgan yo'q. Через maslahat mana bilmagandan ham so'rab, addushi qilib naqildim. Allohga shukr, Parvardigorga shukr, meni ham shu ishga sababchi qilganingiz. Rahmat sizga aka. Mana shu har kimga ham bu aka bu imoratni ishi har kimga ham nasib qilmaydi aka. Mana bu qilayotganimiz yana bitta narsa, bunga profil bo'lmaydi. Bu открытый nafas olayotgan temir. Turba qilsang, profil qilsang kondensat bo'ladi, ichini izolyatsiya qila olmaysan, sasiydi.
mana bu открытki nafas olaveradi, yana nima deydi. Shunday, rahmat aka. To'ppa to'g'ri. Bu nafas olib turadi, to'g'ri. Tamam, biz endi ko'tarib o'tiramiz. Bu nechiga necha ozdi mana shu boshdan oxirigacha necha metr? 8 metr, 18 santimetr. 18. Bizning imoratimiz 17-60. 17-60. Kam bu yoqda alkaponga joy qoladi. Chiqadi, через запшga chiqolmasa ham bo'lmaydi. Mana bu выступ ham обязательно kerak, bigiz bo'lmash kerak. Ikkita chetiga shvillidan kasenka bo'ladi. Aha. Mana do'stlar, Suvarka bo'ladi, hammasi открытый. Nafas oladi, izolyatsiya qiladi, izvinение. gap yo'q do'stlar, mana ko'rib turibsizlar, mana shu joyga kelganmiz. Mana faollar hammalari. Men sizlarga bu narsani ko'rsatgani keldim. Mana hamma narsani Bobur aka hamma narsani aytib o'tdilar. Boshlang og'rimasin do'stlar, o'zlaringizni ehtiyot qilinglar. Yangilikni ko'zlashda biz davom etaveramiz do'stlar. Faqat sizlardan like, kommentariy, repost, bipost deydimi, nima deydi, shu videolar tarqatib qo'yinglar. Xullas, xohlasanlar like bosinglar, xohlasanlar bosmanglar.